بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد aziz musulmonlar, hurmatli ahli islom otaxonlar, aka opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xabarlaringiz bor, biz juma ma'ruzalarimizda Qur'oni Karim suralaridan mashhur, hammamizni qalbimizdan joy olgan, ko'pchiligimizga yod bo'lib ketgan Yosin surasini tafsirini boshlagan edik. Ammo o'rtada Ramazoni sharif munosabatlari bilan biroz to'xtab turishga to'g'ri kelgan edi. Mana endi yana Alloh taologa shukrlar aytib, ushbu surani mazmunlari bilan, ma'nolari bilan tanishishda davom etamiz. Bu surada Alloh taolo mana bu dunyoda mu'min musulmonlar boshqa insonlarni insofga, diyonatga chaqirganlarida Xudoga ishonmaydigan, Allohni inkor etadigan kishilar tomonidan berilgan javoblarni bayon etgan joyga kelib to'xtagan edik. Astag'izu billah. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Agar u insonlarga aytilsa-ki, sizlar o'zlaringizni orqa oldilaringizda o'zlaringiz qilib qo'ygan gunoh ishlaringizni oqibatidan qo'rqinglar. Avvalda qilgan gunoh ishlaringlar bor, mana hozir qilib turgan yomon ishlaringlar bor. Buning oqibati yomon bo'ladi. Qo'rqinglar deb aytilsa, shoyatki mana shu qo'rqib Alloh taolo huzurida rahmatga sazovor bo'lsanglar, rahm qilinsalaringiz degan so'zni aytilsa, ular bu so'zlarga e'tibor bermasdan inkor qiladilar. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Parvardigorlar tomonidan keladigan oyatlar, Parvardigorlar tomonidan bu dinni, yo'lni haq ekanini isbotlab oyatlar kelganda har safar bu oyatlarni, ya'ni nishonalarni, alomatlarni, dalil hujjatlarni ular qabul etmasdan yuz o'giradilar. Alloh taoloning qanchadan qancha dalil hujjatlarini mana yuqorida oyatlarida bayon etib kelinyapti. Mana shularni eshitganda ham ular aqllarini yurg'izmasdan undan yuz o'giradilar. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Agar ularga aytilsa-ki, Alloh taolo sizlarga rizq qilib bergan ne'matlardan infoq, sadaqa qilib, boshqa insonlarga ham muruvvat qilib turinglar deyilsa, kofir odamlar iymon keltirganlarga aytadilar-ki, Alloh taolo o'zi xohlasa boqib rizqini berib qo'yadigan odamlarga biz nega ovqat beramiz? Sizlar ochiqdan ochiq adashgan odamsizlar deb masxara ham qiladilar. Ya'ni musulmonlar aytadiki, rizq bu Alloh tomonidan belgilab qo'yilgan. Hammani Alloh taolo dunyoga kelishdan oldin qancha rizqdan nasibador bo'lishini belgilab qo'ygan degan so'zlarni musulmonlar aytadilar. Shuning uchun ham o'sha boshqa insonlarga sizlar ehson qilinglar, sadaqa qilinglar, o'zingizlardan boshqalarni yo'qlab turinglar deyilsa, ular masxara qilib aytadilar, kim aytadilar sizlar? Xudo hammaga rizq beradi deb. Alloh o'zi beraversin. Nega endi biz ularga muruvvat qilishimiz kerak, ularni biz boqishimiz kerak ekanmi deydigan kofirlar ham odamlarning ichlarida bo'ladilar. Bular Alloh taoloni mana bu dunyoda ataylab birovni boyroq, birovni kambag'alroq qilib qo'yganini ular o'ylamaydilar. O'zlariga ham rizq berayotgan aslida
Alloh taolo edi, lekin ularga sal ko'proq pul berib qo'ygan sinamoq uchun. Ammo ular bu narsani o'ylamasdan go'yoki o'zimiz ishlab topdik, o'zimizni aqlimiz bilan, ilmimiz bilan topdik deb o'ylayveradilar-da, ularni insofga chaqirgan odamlarga esa masxara ko'zi bilan qaraydilar. Yana ular undan ham qattiqroq bir masxara so'zni aytadilar. Va yaquluna mata hadal va'du in kuntum sodiqin. Sizlar qiyomat bo'ladi deb gapiraverasizlar. Agar bu gaplaringiz rost bo'lsa, o'sha qiyomat qachon bo'ladi? Qachon o'sha Xudo va'da qilgan qiyomat keladi deb yana oxiratda bo'ladigan azob va uqubatlarning ustidan ham kulmoqchi bo'ladilar. Qani bo'lsa bo'la qolmaydimi? Bo'lmaydimi? Qachon bo'ladi o'sha qiyomatlaring deb ba'zi bir nonko'rlar, iymonsiz odamlar buni ham masxara qilmoqchi bo'ladilar. Lekin Alloh taoloni qiladigan ishi, yuboradigan farmoni yer yuzidagi o'sha bitta ikkita odamlarning gapi bilan bo'lmaydi. Bo'la qolsin, qani azob kelsa kela qolsin desa, darrov Allohning azobi kelavermaydi. Ularni aytgani bo'yicha ish yurmaydi. Alloh taolo o'zi belgilab qo'ygan bir vaqt va soati borki, o'sha kelgan mahalda ular ko'radilar. Insonni talabi bilan, odamzodning da'vosi yoki masxarasi bilan Alloh taolo o'sha qiyomatni tezlashtirib yoki orqaga surib qo'ymaydi. Vaqti soati bor, belgilab qo'yilgan, o'sha yaqinda keladi. U tobora yaqinlashib kelayotibdi. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Ular birgina qattiq bir chinqiriq ovoz bo'lishini kutib turibdilar. Ana shu ovoz kelib, butun olamni yiqitadigan, hamma jondorni jonidan judo qiladigan ovoz kelib, ya'ni Isrofil alayhissalom og'izlariga qo'yib turgan o'sha surga dam urib, bir nafas urgan paytlarida butun olamni tutib ketadigan bir dahshatli chinqiriq ovozini ular faqat kutib turibdilar. Ana shu ovoz kelganda ular bir-birlari bilan talashib, janjallashib, mana bu dunyoning tepasida janjallashib turgan bo'ladilar. Xuddi itlar suyak talashib turgan paytidaga o'xshagan, bular ham Xudoga ishonmaydigan, dunyoparast bo'lib ketganlar, dunyoning ustida janjal to'polon qilib turgan mahallarida birdaniga qiyomat bo'ladi qoladi. Shuni kutib turibdilar. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Ana shu holatda qiyomat bo'lgandan keyin ular bir-birlariga aytadigan so'zlarni aytishga ham ulgura olmay qoladilar. Vasiyatlari bo'g'izlarida qolib ketadi. Na ular vasiyat qiladilar bir-birlariga, na turgan joylardan shoshilib uyga qaytib o'z ahllariga, oilalariga na yetib boradilar. Hammalari turgan joylarda qolib ketadilar. Birlari bozorda, birlari mozorda, birlari yo'lda, birlari cho'lda, birlari u yoqda, bu yoqda, safarda, komandirovkada turgan paytlarida birdaniga qiyomat bo'lib qoladi-ku. Qani endi bola chaqaga aytib oladigan gaplarni aytsalar, kim eshitarkin? Qani endi shoshib pishib hamma ishlarini tashlab, tilloyi kumushlarni, mansablarini, o'tirgan idoralarini yo ishxonalarni tashlab, qani bir uyga borib ko'rsinlar? Uyga yetishga, bola chaqani ko'rishga ham imkon bo'lmaydi u paytda. Birdan qiyomat bo'lib qolsa, hammasi joy-joyida, hammasi toshdek qotib qoladigan vaqt hali keladi. Rasululloh aytadilar-ki: "Tatlu'u alaykum qibala as-sa'ati la taqumu as-sa'atu wa sawbuhuma baynahuma la yubay'anihi." Qiyomat bo'lib qoladi, ikkita odam bir kiyimni o'rtada savdo qilib, sotmoqchi, olmoqchi bo'lib turgan bo'ladilar. Wala yatuyanihi. Na haligi kiyimni sotadi, na unisi oladi, na yig'ishtirib qoladi. O'rtada shunday ochgan, yozgan joyda qiyomat bo'lib qoladi. 1 so'm 2 so'mga talashib turganlar hamma narsa esdan chiqadi. O'rtada hali qimmatbaho mato shunday yozilgancha qoladi. Buni yig'ishtirishga ham vaqt fursat bo'lmay qoladi. Xuddi savdo qilib turgan paytlarida
militsiyani ko'rib qolgandan keyin hammasi joy-joyida tashlab, ba'zi birini to'kib, yarmini qoldirib, unda ham-ku olib qochganicha olib qochsa kerak. Olib qochgani yonida qolgani foydaga qoladi, lekin buni olib qochib qayoqqa boradi? Bo'ldi-yu, tamom-u, dunyo tugadi-yu.